Zominda xotin-qizlar tadbirkorligi, Mohira Yo'ldosheva muvaffaqiyatli tashabbus va yangi imkoniyatlar timsoli. Zomin tumanida xotin-qizlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash hamda ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish borasida tizimli ishlar izchil davom ettirilmoqda. Ana shunday e'tibor va amaliy ko'mak samarasi o'laroq G'ofurg'ulon mahallasida istiqomat qiluvchi Yo'ldosheva Mohira Jumaboyevna bugungi kunda o'zining tadbirkorlik faoliyati orqali nafaqat o'z daromadini oshirmoqda, balki boshqa xotin-qizlar uchun ham ish o'rinlari yaratmoqda. Zomin tumani hokimi o'rinbosari Nigora Omonova hamda mahalla xotin-qizlar faoli Gulsinoy Omonova tomonidan uning faoliyati bilan yaqindan tanishildi. Ma'lum qilinishicha, Mohira Yo'ldosheva 2026-yil ayollar daftarining 7-bosqichi tadbirkorligi yo'lga qo'yilgan va faoliyatini rivojlantirish bosqichida bo'lgan xotin-qizlar toifasiga kiritilgan. Bugungi kunda u Mohira pardalari nomi ostida yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritib, pardalar va ayollar kiyimlarini tikish yo'nalishini yo'lga qo'ygan. Eng muhimi, u ijtimoiy reyestrga kiritilgan ishsiz xotin-qizlarni kasb-hunarga o'qitib, ularning bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratmoqda. 18 yillik boy tajribaga ega bo'lgan Mohira Yo'ldosheva shu vaqtga qadar ko'plab shogirdlarni tayyorlab, ularga tikuvchilik sirlarini o'rgatdi. Uning mehnati, sabr-toqati va intilishi natijasida o'nlab xotin-qizlar o'z hayotida yangi bosqichni boshlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Bugun u nafaqat tadbirkor, balki murabbiy, ustoz va ko'plab ayollar uchun ilhom manbaiga aylangan. Uning faoliyati xotin-qizlarning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash, ularning jamiyatda faol va tashabbuskor bo'lishiga undashda muhim o'rin tutmoqda. Zominda amalga oshirilayotgan bunday ezgu tashabbuslar ayollar bandligini ta'minlash, ularning salohiyatini yuzaga chiqarish va farovon turmushni ta'minlash yo'lidagi muhim qadamlardan biridir.